Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda validatsiya qo'shib ko'ramiz. Ya'ni klientga validatsiya serverda emas, brauzerda o'zida validatsiyani tekshiradigan qilamiz. Hozirgi holatda biz ma'lumotlarni to'ldirib turib, quit tugmasini bosmagunimizcha xatolarni ko'rsatmaydi. Lekin shu xatolarni yozish jarayonida ko'rsatadigan qilish foydalanuvchi uchun qulay bo'ladi. Shunaqa qilib ko'ramiz. Buning uchun ilovani yopamiz va kodimizda oldin ko'rib chiqmagan validation script partial fayli bor. View fayli, shuni ochamiz. View papkasida bu faylda JavaScript shu faylda validatsiyaga oid ikkita JavaScript faylga havola bor. Oldingi darslarda gaplashganimizdek, partial view bu qisman view deb aytib o'tgandik. Ya'ni bu viewni boshqa viewlarga yuklashimiz mumkin. Va shunday qilamiz. Script faylini ochib, scripts bo'limiga yuklaymiz. Script bo'limiga joylaymiz. Section kod blokini ochib olaman. Unda script deb yozaman. Uning ichida esa partial yordamchi tagidan foydalanamiz va kerakli partial fayl nomini ko'rsatamiz, ya'ni hozirgi faylning nomini. Bu blokni ko'chirib olaman va editga ham tashlayman. Chunki bizda o'zgartirish create va editda bo'lyapti. Shu ikkosiga tashlab olib ishga tushiraman. Mana ishga tushdi. Mahsulotlarga kiramiz, yangi hosil qilib ko'ramiz va yozamiz. Narxni yozib ko'ramiz birinchi. 0 yozsak, mana create bosmasa ham xatoni chiqaryapti. 500 yozdik. To'g'rilik uchun xatomiz ketdi. Text yozib ko'ramiz. Descriptionga va o'chirib ko'ramiz. Va xato paydo bo'ldi. Mahsulot nomiga yozdik va o'chirib yubordik. Yana xato paydo bo'ldi. Yana text yozib ko'ramiz. Create bosamiz. Xato yo'qligi uchun saqladi. Klientda ham validatsiyani qo'shib oldik. Qisqagina darsimiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.